Endi ikkinchi gamburger haqida gaplashadigan bo'lsak, bu gamburger ham xuddi shunaqa. Buni mana bu kattasiga qorni to'yadigan bo'lsa, buni kichkinasiga ham qorni to'yadi. Nimaga? Bu yerda pustoy mandaqa uglevod yo'q. Buni ichida foydali bo'lgan xamir bor. Bu foydali xamir cho'ziluvchi xususiyati yo'q. Bu foydali xamir bizani o'zimizni bodomni unidan qilingan. Oddiy go'shtdan qilingan, hech qanaqa xamirli mahsulot solinmagan. Buni ichi 100% go'shtdan qilingan. Bizning asosiy tanamizning materiali, bizning sochimiz, bizning gormonlarimiz, bizning terimiz chiroyli va bizni ozdiruvchi narsa bu go'shtli mahsulot hisoblanadi. O'rtoqlar, biz go'shtdan iboratmiz. Biz любой joyimizga pichoq tortadigan bo'lsangiz, qondan keyin terimizda go'sht ko'rinadi, to'g'rimi? Bizga eng yaqin narsa bu hayvonning go'shti hisoblanadi. O'z retseptlari bor. Retseptlar bilan bemalol uyda tayyorlab, 10 kunda bir marta farzandlaringiz bilan o'zingiz bilan tayyorlasangiz bo'ladi. Ya'ni ras ozmoqchimisiz, sog'lom bo'lmoqchimisiz, mana shunaqa qilib tayyorlasangiz ham bo'ladi. Aynan mana bu burgerdan yeyishingiz shart emas.